Steam platformasini juda ham yaxshi bilasizlar. Kompyuter sohasiga aralashgan akalar, men hozir shu Steam platformasiga birinchi bo'lib o'zbek o'yinini o'rnatgan o'zbek bolani o'yinini ko'rsataman sizlarga. O'sha bola menga yozib, aka, o'yinimga baho berinchi dedi. Birgalikda baho beramiz akalar. O'yinning nomi akalar Qilich izidan. Hech o'ylaganmisizlar mana shu Steamga o'zbekcha nom yozib o'yin qidiraman deb. Mana akalar, o'yinning narxi $6 ekan. Hozir men $6 ga sotib olaman. Mana O'zbekistonda bayrog'i ketdi, grafikaga gap yo'q. Men ozgina bir tushuncha berib o'taman. O'yin haqida bu Amir Temurimiz, ya'ni bobomiz haqida ekan. Qilichlari yo'qolib qolgan ekan. Bizning globniy personajimiz shu qilichni qidirib topish kerak bo'ladi ekan. Oldindan aytaman, hurmatli ekspertlar, juda ham ko'p oranglarda menimcha GTA'ni 6sini, Crysis'lar, Half-Life'ni 3'ini, Devil May Cry'ni 6sini yaratyapti turgan mega giga Mark Zuckerberglar bo'lsa kerak, ekspertlar divanda o'tirib olib, bu o'yin bo'lmabdi, men yaxshiroq qilaman deydiganlar mashinchalik qilib Steamga o'rnatibdi. Malades. Bu narsaga meni aqlim yetmaydi, yetmasligini ham bilaman. Shuning uchun ham men bu bolani pul bermasa ham o'yinini bir ko'rib, sizlarga obzor qilib beray deyapman. Akalar, kiramiz, ko'ramiz va baho beramiz. Made with Unity. Bolakiston Uz1 Games. Mana shunaqa buyuk, mana shunaqa Uz degan nomi bilan seryozni o'yinlar ishlab chiqarish nasib qilsin sizlarga akalar. Dasturchi bratlar, bo'sh kelmanglar. O'zbek tili, ingliz tili bor yo'qar, men o'zbekman, Amerikada yashasam, patriotman. Demi? Muzikalar bor. Eshityapsan, qushlar ana chirlayapti, o'zimizning qishlardagi Sharxonni qishlari men esimga tushib ketyapti. O'zim o'xshayapti ham. Xo'p, about developer, to есть yaratuvchi odam haqida. Ahmadjon yoshi 22 da ekan, 41-yil Ikkinchi jahon urushi arafasi. Amir Temur qilichi nima daxli bor 41-yilga? Voy, eshitdinglar? Asrlar davomida odamlar faqat afsona deb kelgan sirli joy topildi. O'sha yili Sovet davrining mashhur antropologlaridan Eshityapsizlarmi? O'zbekcha gapiryapti, Steam o'zbekcha gapiryapti, suka. O Amir Temur haykallarini ham o'rnatdim mana yerda. Yomon o'xshatibsiz lekin Ahmadjon. Men ana Toshkentga ham borganimda pastiga tushib qaraganman. Mana shu yerda ham boray yo'qolay biladi. Nima voy bila. Mana shu yerda ham detalizirованный qilib men sizga zakazim bordi Ahmadjon, menga bir yaxshi narsalar qilib berishingiz kerak edi do'stim. Ish qilib kameraga to'g'ri tushyaptimi? To'g'ri tushyapti ekan. Xo'p, o'yinni o'zini ko'ramiz akalar. Bu yerda mana O'zbekistonimiz bayrog'i, gap so'z yo'q, молодец. 45 marta popyutka qilib akalar endi bu yoqqa o'tib olishim kerak. Osilish funksiyasi bor ekan. Assassin's Creed bilan Prince of Persia'ni eslatyapti menga gameplay'i. Voy, sakraydi iltimos. Ish qilib boshidan boshlamasdan, xudo ish qilib. Kasalligim bor, bitta o'yinni boshlab qo'ydim, oxirigacha yetkazmasam qo'ymayman. Akalar, xullas yag'ini o'zingizlar ko'ringlar, qiziqqan bo'lsanglar, men bu boladan bir tiyin pul olganim yo'q obzor uchun. Real qobiliyatli bolalar bo'lsa, men mana shunday qilib podjesha qilaman, chachini o'stirib olib, nima qilib, aka men istoriya qo'yib bering degan hezalaylarni $1000, million bersa ham qo'ymayman. Bu bolani absolutni tekinga mana shu narsasini obzor qilib berdim akalar. Qobiliyatli bolalar bo'lsa, bizdasilar. Qo'rg'on-Tepaning bir qishlog'idan ekan bu bola. Kompyuteri ham vashi musor ekan. Pastiga akkauntini qoldiraman. U kimda qanaqadir taklif bo'lsa, billa o'yin yaratish yoki kompyuter yaxshiroq bir kimdadir bo'ladigan bo'lsa, bermoqchi bo'lsanglar, mana shu bolaga aloqaga chiqinglar akalar. Babuyin do'stim sizni podjesha qiladi. To'xtatmang, gazini bosing. 22 yoshli musor kompyuter bilan shu o'yinni yaratgan bo'lsangiz, xudo xolasa 30 yoshga kelib moshni kompyuterlar yaratsangiz, ishonaman GTA 5 ga o'xshagan o'yinlarni ham siz yaratasiz. Hatto men nihoya GTA 5 ni o'ynamaganman, yoqtirmayman, men sizlarga yoqadigan gaplar gapirishim kerak-ku.